printerdan chiqarganmiz. Mana bunisi original. Test qilib ko'ramiz hozir. 30 soniyada foydali ma'lumot berishga harakat qilaman. Sinib qolgan detal uning kopiyasi. Detal uning kopiyasi. Detal uning kopiyasi. Detal va uning kopiyasi. Xullas, mana buni ahvoliga qaranglar. Juda ham yaroqsiz holatga kelib qolgan va buni ham kopiya qilib berganmiz. Bunda ham xuddi shunday ish qilingan. Xullas, qaysi biri originali? Mana bunisi originali, ko'rishingiz mumkin. Mashinani diskasiga qo'yadigan chashgan qopqoq hisoblanadi. Mana klipsalarni ko'rishingiz mumkin, egiluvchanlik xususiyatiga ega. Xullas, 3D printerda chiqarilganini test qilib ko'ramiz. Mana bu narsa 3D printerdan chiqarganmiz. Mana bunisi original. Test qilib ko'ramiz hozir. Ko'rishingiz mumkin, original anchagina mustahkam, egiluvchanlikka ega. Mana bu narsa biz 3D printerdan chiqarganmiz. Test qilishimizdan oldin like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, albatta kerak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, originaldan ancha mustahkam. Shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, 3D Print Masters'ga murojaat qilaverasizlar.